tugunli buqoqlar ham kichraygan, natija bor. O'zimni ham juda yaxshi his qilyapman. Xolida opa, bizning klinikamizda davolanayotgan, muolaja olayotgan bemorlarimizdan bizning klinikamizga kelguncha qanaqa shikoyatlar bilan keldingiz? Bizda muolaja, nechta kurs muolaja oldingiz? Muolaja olgandan keyin qanaqa sizda o'zgarishlar bo'ldi? Shuni qisqacha aytib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men bu klinikaga kelganimda birinchi navbatda o'zimda qattiq stress holat, siqilish, mana shu charchoq his qilardim. Keyin tomog'imda tugunli buqoqni og'rishini sezar edim tomog'imda. Mana Allohga shukr 5 kurs lishini oldim. Mana shu 5-kursni shu Inji klinikasida yotib davolanishni o'zimga qaror qilib keldim. Yaxshi, mana tugunli buqoqlar ham kichraygan, natija bor. O'zimni ham juda yaxshi his qilyapman. Mana shu yerga kelib, mazza qilib yotib, sharoitlar ham juda yaxshi ekan. Mana shu davolanyapman. Natija yaxshi, Xudoga shukr. Og'riqlar yo'q. O'zimni ham yaxshi his qilyapman. Bitta buqoq emas, butun tanimda o'zgarish bor. Hamma joyim yaxshi, Allohga shukr. Agar natija ko'rgan bo'lsangiz, shu kasallik bilan aziyat chekayotgan boshqa bir yurtdoshlarimizga bu klinikamizni tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi. Kelingizlar, davolaningizlar, shifo topingizlar bu yerdan.